Assalomu alaykum azizlar. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Demak, bugun mana 7-mavzuga keldik. Innova fizika to'plami bo'yicha. Bugun mana shu 7-mavzu haqida sizlar bilan gaplashamiz. Bundan oldin 7-mavzuni boshlashdan oldin bitta muhim eslatmani eslatib o'tib ketmoqchiman. 8-mavzu ham bo'lmaydi. 8-mavzuni yechimlari ham bo'lmaydi. To'g'ridan to'g'ri 7 dan 9 ga sakrab o'tamiz. Sababi 8-mavzu mana shu bu yoqda o'tgan 7 ta mavzuingizni aralashtirib o'sha yerda masalalar bor. Tushunarlimi? Shunchaki masalalar bor. O'shani ishlashingiz kerak o'zingiz. Agar mabodo o'sha 8-mavzudan qandaydir masalani yecha olmasangiz, bemalol o'sha yopiq guruhimizga tashlaysiz. O'sha yerda yana gaplashaveramiz. Tushunarlimi? Demak, ana eslatib qo'ydim. 8-mavzu qani deb to'polon qilish yo'q. Yechimi ham bo'lmaydi, aytib qo'yay. Chunki 7 ta mavzuni yechgan odam, yaxshi tushungan odam 8-mavzuni 13 ta masala bor o'zi, bemalol o'zi mustaqil hal qilib qo'yishi shart bo'ladigan mavzu. Tushunarlimi? Demak, mana boshladik. Tekis o'zgaruvchan harakatda ko'chish degan mavzu haqida gaplashamiz. Ketdi. Demak, tekis o'zgaruvchan harakat nima ekanligi bu sizga juda ham ma'lum, to'g'rimi? Nima edi? U tekis tezlanuvchan bo'lishi mumkin va tekis sekinlanuvchan harakat bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Tekis tezlanuvchan bo'lsa nima edi? Ana. Tezligi bir xil vaqtda bir xil qiymatga ortib borish kerak edi. Tekis sekinlanuvchan bo'lsa, tezligi bir xil vaqtda bir xil qiymatga kamayib borish kerak edi. Xuddi o'sha harakat uchun bizlar oniy tezlikni, tezlanishni gaplashuvdik. Endi navbat ko'chishga keldi. Mana shu harakatda, ya'ni tekis o'zgaruvchan harakatda ko'chish. Xo'p, boshladik. Bunda hech qanday ta'rif yozmaymiz. Faqat o'sha yo'l deb qo'ysak yaxshiroq bo'lardi buni. Mayli endi. Faqat formula keltirib chiqaramiz. Ya'ni tekis o'zgaruvchan harakatda yo'lni qanaqa qilib topamiz. O'sha haqida gaplashamiz. Va bir deb qo'yaveraylik, ko'ramiz. Xo'p, mana misol uchun tekis harakat bo'lgan holatni ko'raylik boshida. Tekis harakat nima edi? Tezligi o'zgarmaydigan harakat, to'g'rimi? Ana, barakalla. Demak, tekis harakatda yo'lni topish uchun nima qilardik? V ko'paygan T qilardik, to'g'rimi? Endi tekis tezlanuvchan harakat bo'lsa nima bo'ladi? Bu yerdan mana bu yerga kelguncha tezligini 10, mana bu yerga kelguncha 15, mana bu yerga kelganda 20, bu yerga kelguncha 25 metr taqsim sekund bo'lib ketdi-da. Ana, tekis ortib kelyapti. Tekis ortib kelyapti. Metr taqsim sekund. Bu yerda mayli 5 metr taqsim sekund bo'lgan bo'lsin. Ana tekis tezlanuvchan harakatda tezlik har joyda har xil bo'lib yotibdi, to'g'rimi? Ya'ni 5 dan 10 gacha oshirguncha tezligini 1 sekund vaqt o'tyapti. 10 dan 15 ga oshirgunicha 1 sekund o'tyapti. Tushunarlimi? Har bir oshishda, har o'sha 5 ga oshishda 1 sekund bor. Tushunarlimi? Mana bu yerda 5 edi, bu yerga kelganda 1 dan 10 bo'lib qoldi, emas. Tushunarlimi? Unaqa emas. Xo'p, demak, bu holatda qanaqa yechamiz masalan? Men bu holat uchun sizlarga ana o'rtacha tezlik mavzusida bitta narsa ko'rsatdim. O'rtacha tezlikni qanday topamiz degan holat ko'rdik, to'g'rimi? O'rtacha tezlik topish uchun tekis o'zgaruvchan harakatda, ya'ni tekis tezlanuvchan va tekis sekinlanuvchan harakatda o'rtacha tezlik topish uchun nima qilardik degandik? Boshlang'ich, oxirgi tezliklarni qo'shib 2 ga bo'lardik, to'g'rimi? Ana endi sizda mana shunaqa mana bu o'zgarmas bo'lsa v ni t ga ko'paytirsam s bo'lardi, to'g'rimi? Endi bu v tekis ortib, tekis kamayayotgan holatda, faqatgina o'sha holatda yodlab oling. Faqatgina o'sha holatda. Tekis ortib va tekis kamayib kelayotgan holatda o'rtachani qo'ysak yo'l bo'ladi. Bu mana tekis harakatda s teng v t bo'lardi mana tekis harakatda. Endi mana bunday tekis o'zgaruvchan harakatda s teng mana v o'rtacha ko'paygan t bo'ladi. Tushunarlimi? Tekis ortayotgan va tekis kamayayotgan holatda tezlik. Tushunarlimi? O'rtachani qo'yishga majburman. Chunki bu 5 ni qo'ysam, u yerga kelganda 25 bo'lib ketyapti tezlik. Shuning uchun nima qilaman? Ikkalasini o'rtachasini olaman. O'rtacha o'shanaqa tezlik bilan harakatlandi desak bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, bu eng asosiy formulasi ekan. Nimani eng asosiy formulasi? Tekis o'zgaruvchan harakatda yo'lni topishning eng asosiy formulasi.
Tushundingmi? Demak, v o'rtacha mana bunga teng, to'g'rimi? Undan keyin mana bu v degan narsamiz tezlik, oniy tezlik. Oniy tezlik nima edi? Formulasi aytib boring. Ha, ana v0 plus at edi, to'g'rimi? O'rniga qo'ysam nima bo'ladi? V o'rtacha. V o'rtacha teng, mana buni o'rniga v0 plus at qo'ydim, mana v ni o'rniga qo'ydim. Plus mana bu yerda v0 ham bor, bo'lingan 2. To'g'rimi? Endi mana yana davom qilaman uni. V o'rtacha teng, v o'rtacha teng. v0 ga v0 ni qo'shsam 2 v0 plus at taqsim 2 bo'ldi, to'g'rimi? Endi buni ham qarang. Buni ham 2 v0 taqsim 2 plus at taqsim 2 deb yozsam bo'ladimi? Mana mahrajlari bir xil. Shunday hisoblasam yana mana bu narsa keladi-ku. Bo'ladi, ha? Demak, shunda bizda mana bunday formula paydo bo'ladi. V o'rtacha teng ikkinchi formulasida 2 bilan 2 qisqarsa v0 plus at taqsim 2 bo'lsa ham bo'lar ekan. O'rtacha tezlik. Tushunarlimi? Ana ikkita formula bo'ldi o'rtacha tezlik uchun. 1, 2. Qanday harakat uchun o'rtacha tezlik? Tekis tezlanuvchan yoki tekis sekinlanuvchan harakat uchun. Tushunarlimi? Xo'p, endi bu yerga olib kelib qo'ysak bo'ladi. Ikkalasini ham. Tushundingmi? Demak, S teng, unda nima hosil bo'ladi? Ko'rib chiqamiz. S teng. Hop, v o'rtacha deganim v plus v0 taqsim 2 ko'paygan t degan bitta formula keladi mana. Demak, tekis o'zgaruvchan harakatda yo'lni topmoqchi bo'lsam, boshlanish va oxir tezliklarni qo'shib 2 ga bo'lib, keyin vaqtga ko'paytirar ekanman. Tushunarlimi? Xo'p, endi qarang mana. Tezlanishi formulasi bor edi. A teng v minus v0 taqsim t degan. Ha? Shunaqami? Shundan t ni topsam nima bo'lardi? T teng v minus v0 taqsim a bo'larmidi? Ha, mana. Demak, t bu yoqqa ko'payadi. Ko'paygandan keyin a bu yoqqa bo'luvchi bo'lib tushadi. Demak, mana shu t ni o'rniga olib kelib qo'yaman masalan. Hozir formula. S teng v plus v0 taqsim 2 ko'paygan t ni o'rniga v minus v0 taqsim a qo'yamiz. Shunda nima bo'ladi? Nima degan narsa hosil bo'ladi? A plus b, a minus b bo'lyaptimi? A plus b ni a minus b ga ko'paytirsak nima bo'ladi? Ayni a kvadrat minus b kvadrat. Demak, S teng hosil bo'ladigan natijani bu yerga yozaman. To'rtburchakka olib qo'ymoqchiman. V kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2a degan formula kelib chiqar ekan. Tushundingizmi? Xo'p, ana, demak, siz asosan mana bu to'rtburchak ichiga ahamiyat qarating. Isbotlarini ham iloji boricha maksimal darajada o'rganib qo'ying. O'zingiz qaytadan isbotlang. Mana shu har bitta to'rtburchakka olgan narsani, ya'ni har bitta to'rtburchakka olgan formulam mana shularni. Tushunarlimi? Buni ham isbotlang o'zingiz mustaqil. Xo'p, endi qarang. Mana buni qo'ysak ham bo'ladi v o'rtachani o'rniga, to'g'rimi? Mana shu yerdagi v o'rtachani o'rniga mana bu formulani ham qo'yib o'ramiz. Nima hosil bo'ladi? Ko'ramiz. S teng v o'rtachani o'rniga v0 plus at taqsim 2 ko'paygan nima bo'ldi? T bo'ldi. Endi ketma-ket ko'paytiramiz, tamom. S teng v0 ni t ga ko'paytirsam, v0 ko'paygan t at taqsim 2 ni t ga ko'paytirsam plus at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Ana. Tushundingizmi? Endi qarang. Diqqatli joyi endi kelyapti. Diqqat qiladigan joyingiz nima bo'ladi? Endi bu hammasi tekis tezlanuvchan harakat uchun yozdim hozir men. Tekis tezlanuvchan harakat uchun. Mana misol uchun mana bu tekis tezlanuvchan holatda shunaqa edi. Tekis sekinlanuvchan holatda nima qilardik buni? V teng v0 minus at qilardik. Nimaga? Aynan shunday qilardik. Nimaga? Bu tekis tezlanuvchanda bunday, tekis sekinlanuvchanda bunday bo'ladi. Ha, ana. Demak, tezlanish manfiy bo'ladi tekis sekinlanuvchanda, to'g'rimi? Demak, qayerda tezlanish bo'lsa, o'sha yerga minus ishorasini qo'ysangiz bo'ldi, tekis sekinlanuvchan holatga tushib ketaveradi. Va keyin a ni o'rniga qo'yayotganda a ni hamisha modulda qo'yasiz. O'rgatuvdim-a? Ya'ni tezlanish, ya'ni jism minus 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanyapti desa, a ni siz mana bu yerga olib kelib qo'yayotganda modulda qo'yasiz. Ya'ni siz hozir formula yozganda mana bunday yozasiz. Tekis sekinlanuvchan harakatligini bilganingizdan keyin v0 minus at kvadrat taqsim 2 deb yozasiz. Ya'ni tezlanish qayerda bo'lsa,
o'sha yerga minus ishorasini olib borib qo'yasiz. Demak, mana bu yerda tezlanish manfiy. Bu tekis sekinlanuvchan harakat uchun. Tekis sekinlanuvchan harakat uchun. Bu tekis tezlanuvchan harakat uchun. Bu masalan tekis tezlanuvchan harakat uchun bo'lsa, tekis sekinlanuvchan uchun mana bunday bo'ladi. Mana bu yerga minus ishorasini olib kelib qo'yaman. Chunki a manfiy bo'ladi tekis sekinlanuvchanda. Tushunarlimi? Demak, s teng mana shu minusni, mana bu yerdan minusni qavsdan tashqari chiqarsam to'ntarilib qoladi orqaga. Ya'ni v0 kvadrat minus v kvadrat taqsim 2a desam ham bo'laveradi. Tushunarlimi? Ya'ni mana bu yerdagi minus bilan buni aylantirib tashlasam minus oldinga chiqib qoladi-yu. O'sha minusni yo'qotib yubordim mana bunday. Tushunarlimi? Ya'ni siz mana bunday qilib berilsa, a teng minus 2 tezlanish bilan harakatlanyapti deb bersa, bu yerga olib kelib qo'yganingizda minus 2 ni olib kelib qo'yib bu yerga plus qilmaysiz. O'rgatuvdim, ha? Ya'ni o'shani modulini olib kelib qo'yasiz. Minus 2 mi? Shu 2 olib kelib qo'yasiz bu yerga. O'zi minusi bor uni. Ya'ni minus bilan minusni plus qilib yormang. Bo'lmaydi unaqa. Tekis sekinlanuvchan harakat uchun bo'lyapti bular. Endi bu qanaqa bo'ladi tekis sekinlanuvchanda? Desam, ayrim o'quvchilarim mana shu yer minus bo'ladi deb baqiradi. Nimaga minus bo'ladi-da? Bunaqa minus bo'lmaydi bu yer. Nima minus bo'ladi tekis sekinlanuvchanda? Tezlanish manfiy bo'ladi. Tezlanish bor joy, mana tezlanish bor joy. Bu yerda tezlanish ko'rinyaptimi? Yo'q. Demak, tezlanish yo'qmi? Bu tekis tezlanuvchan uchun ham, tekis sekinlanuvchan harakat uchun ham o'rinli bo'ladi. Tushunarlimi? Plus bo'ladi har doim. Tekis tezlanuvchanda ham, tekis sekinlanuvchanda ham. Chunki tezlanish yo'q bu yerda. Tezlanish yo'q. Faqat nimani manfiy qilib olyapmiz? Tezlanish bor joyini minus qilib olyapmiz. Tekis sekinlanuvchan harakatda. Tushunarlimi? Demak, men kichkinagina joy o'chirib olaman. Men sizlarga keyin bitta narsa tushuntirib beraman. Mana hozir. Ana shuni ham kerak emas bizga hozir. Xo'p, mana shular tursin. Bular kerak bo'lib qolishi mumkin. Endi qarang. Mana shu yo'lni tenglamalari 1, 2, 3, 4 ta. Sizga kerak bo'ladi 4 talasi ham. Endi qarang, bular ham tekis sekinlanuvchan harakat uchun. Xo'p, endi qarang. Ikkinchi tushuntiradigan narsam nima bo'ladi? N'inchi sekundda bosib o'tilgan yo'l degan narsani bilishingiz kerak. Hozir men sizga tushuntiraman. Yozuv boshida n'inchi sekundda bosib o'tilgan yo'l. Bosib o'tilgan yo'l xullas. O'zingiz to'g'rilab uzaytirib yozib oling, maylimi? Endi bu nima degani? Misol uchun 5-sekundda bosib o'tgan yo'l bilan 5 sekundda bosib o'tgan yo'lning farqi bor, to'g'rimi? Ana shu narsa. Ya'ni bu n'inchi sekund bu istalgan bir sonni qo'ysak bo'ladi. Endi o'rniga 5 qo'ysam 5-sekundda bosib o'tilgan yo'l. 10-sekundda bosib o'tilgan yo'l. 20-sekundda bosib o'tilgan yo'l. Va hokazo. Tushunarlimi? Demak, nima bo'ladi? Uni qanaqa topaman? Ya'ni buni mana bunday SN harfi bilan belgilayman. Buni ham birligi metr. SN harfi bilan belgilayman. Birligi metr. Endi nima degani u? Men qisqacha tushuntirib o'tib ketaman yana bir marta. Mana bu misol uchun t teng 10 sekundda bosib o'tgan yo'l bo'lsa, mana t bilan n ni farqini tushuntirmoqchiman. 10 sekundda bosib o'tgan yo'l bo'lsa, jami 10-sekundda bosib o'tgan yo'l faqat o'sha oxirgi sekundda bosib o'tgan yo'lga teng bo'ladi. Mana bu n teng 10 bo'ladi, 10 sekund. Mana shu yerda bosib o'tilgan yo'l sn bo'ladi. Tushunarlimi? Sn 10-sekund deb tasavvur qilasiz. 10-sekund. Oxirgi sekundi 10-sekund hisoblanadi, to'g'rimi? Demak, mana bu to'liq yo'limiz, o'zimizning to'liq yo'limiz bu mana. S bu mana shu S'lar shular. Tushunarlimi? Xo'p, demak, endi bu n-sekundda bosib o'tgan yo'l qanaqa topiladi degan savolga javob beraman. Formulasini keltirib chiqaramiz. O'zim mana unaqa bo'ladi. Keling, men yozib olaman oldin. S teng v0 plus a taqsim 2 qavs ichida 2n minus 1 degan formula bilan topiladi mana. Shuni keltirib chiqaramiz hozir. Qayerdan keldi? Osmondan tushdimi, yerdan chiqdimi? Gaplashamiz-da. Mana shu S bo'lsa, endi mana bunga qarang. Mana bu masofaga. Bu nima bo'ladi? Sx deb belgilayman, bo'ladimi? Va bu yerga qancha vaqt sarflaydi? Jami 10 sekund ketdi. Mana bu yerga necha sekund sarfladi jami? 1 sekund sarflagan, to'ppa to'g'ri.
Ya'ni mana shu yerga 1 sekund sarflagan. 10-sekundda bu. 10 sekund emas. 10-sekund. Tushunarlimi? Bu yog'i 9 sekund. Bu 10-sekund. Tushunarlimi? Demak, bu n-sekund bo'lsa, bu n-1-sekund bo'ladimi? Mayli. Bu yerga общий t vaqt sarflagan bo'lsa, mana shu s ni bosib o'tish uchun t vaqt sarflagan bo'lsa, sx ni bosib o'tish uchun t-1 sekund vaqt sarflaydi. Yetib bordimi? Demak, mana shu yerni bosib o'tish uchun 10 t vaqt sarfladi. Bu t-1 vaqt sarflagan bo'ladi. Ya'ni 10 sekund ketdi, mana bu yerga 9 sekund ketdi. Shunda n-1 bo'ladi, t-1 bo'ladi. Demak, shunaqa gaplar. Endi qarang. Endi qarab turing. Xo'p, mana shu Sn nimaga teng bo'ladi? Sn deganimiz mana bu S dan Sx ni ayirib tashlaganimiz bo'ladi, to'g'rimi? S minus Sx bo'ladi. Shundoqmi? To'ppa-to'shni shundoq bo'ladi. Endi keling, mana shu yerda boshlang'ich tezlik ham berib qo'yaylik. Qandaydir boshlang'ich tezlik bilan harakatlanishni boshladi u. Deb qo'yay. Va endi Sx bilan S ni formulasini yozaman. S teng boshlang'ich tezlik bor. Men A ga bog'liq olib kelishim kerak-da formula. Demak, mana bu formuladan foydalanaman, mana bundan. Tekis tezlanuvchan harakatdagi. Xullas, umuman olganda. Xo'p, demak, S teng nima bo'ladi mana shu S boshlang'ich tezlik? V0t plus AT kvadrat taqsim 2 bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi Sx nima bo'ladi? Sx ni pastdan yozay, sig'may qoladi hozir. Sx deganim t-1 vaqtda yurilgan yo'lda bu. Shuning uchun mana yerga v0 t-1 plus a t-1 ning qavs kvadrati taqsim 2 deyishim kerak. Ana sizga kerakmi bosh og'riq? Mana. Demak, mayli. Bu yerga qo'yaman-da, soddalashtirib ketaveraman. Shu yerlardan yozsam, uni ustiga borib qo'ymayman, ha. Demak, qarang mana. S ni o'rniga qo'yaman va Sx ni o'rniga qo'yaman mana bularni. Demak, S ni o'rniga qo'ysam, v0 t plus at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Minus bo'lgani uchun qavsga olib qo'yaman. Endi qavsni ochib chiqaman. v0 t minus v0 ni o'zi bo'ladi, to'g'rimi? Mana. v0 t minus v0. Keyin plus a taqsim 2 deymanda, ana qavs kvadratni ochaman. T kvadrat minus 2t plus 1 bo'ladi, ha? O'zingiz qavs kvadratni ochishni bilasizmi? A plus b ni qavs kvadrati, a minus b ni qavs kvadrati. Xo'p, ana ketdi endi. Endi mana bu katta qavsni ham ochib chiqaman. 1 to'la. Xo'p, v0 t plus at kvadrat taqsim 2 minus. Keling, shuni hozir ochmay. Hozir ochsam chalkashib qolasiz. Ko'pchilik uchun manfaatli bo'lsin. v0 minus oldin mana bu ichkaridagi qavsni ochib olay. Plus a taqsim 2 ni t kvadratga ko'paytirsam a t kvadrat taqsim 2 minus plus bilan minus ko'paysa minus at bo'ladi, mana bu 2 bilan 2 yo'qolib ketadi. A taqsim 2 ni 2 taga ko'paytirsam. Keyin plus ekan. A taqsim 2 ekan. Ana endi ochaman mana bu katta qavsni. Xo'p, ketdi. v0 t plus at kvadrat taqsim 2 minus v0 t minus bilan minus plus v0 minus bilan plus minus at kvadrat taqsim 2 minus ekan. Bu demak plus bo'lib chiqadi at. Bu plus ekan, minus bo'lib chiqadi a taqsim 2. Ana. Nima qoldi? v0 tlar ketdi mana. At kvadrat taqsim 2 bilan at kvadrat taqsim 2 ham ketdi mana. Teng. v0 plus mana shu ikkalasidan ham qarab turing. Ikkalasidan ham a taqsim 2 ni qavsdan tashqari chiqarsam nima bo'ladi? A taqsim 2 ni chiqarsam. Mana bu yerda 2 ta qoladi, to'g'rimi? Chunki mana a taqsim 2 ni 2 taga ko'paytirsam a ta bo'ladimi? To'g'rimi? Ana. Minus a taqsim 2 ni qavsdan tashqari chiqarib, buni o'rnida nima qoladi? 1. Mana qarang. A taqsim 2 ni 2 taga ko'paytirsangiz nima bo'ladi? 2 lar qisarib a ta bo'ladi. Mana a ta turibdi. A taqsim 2 ni minus 1 ga ko'paytirsam minus a taqsim 2 bo'ladi. Tamom. Tushunarlimi? Endi formula allaqachon mana tayyor bo'lib qoldi. Pishib qoldi. Faqat mana shu t ni o'rniga n qo'yamiz. O'shani tushunsangiz bo'ldi. Nimaga t n ga teng? Mana t 10 sekund, 10-sekund. Ikkalasi
modul jihatdan, ya'ni miqdor jihatdan, ya'ni son qiymat jihatdan tengmi? Bo'ldi. Demak, t ni o'rniga n qo'yib yuboramiz, bo'ldi. Demak, v0 plus a taqsim 2 qarshi ichida 2n minus 1 degan formula kelib chiqadi. Tushunarlimi? Demak, mana bunda yozgan formulamiz kelib chiqdi mana. Demak, tekis tezlanuvchan harakatda n'inchi sekundda bosib o'tilgan yo'l formulasi ekan bu. Tushundingmi? Yozib oling buni. Menga buyoq kerak bo'ladi. Mana shu yerni hozir o'chirib olaman. Va men shu yerga bitta narsa tushuntiraman-da. Cho'tki narsa bor. O'shani tushuntiraman. Keyin xudo xolasa shu bilan o'z nihoyasiga yetadi darsimiz. Xo'p, 3-chi deb yozing. 3-chi nima yozamiz? Koordinata tenglamasi yoki harakat tenglamasi deb yozamiz. Koordinata tenglamasi yoki harakat tenglamasi. Harakat tenglamasi. Tushundingmi? Xo'p. Koordinata tenglamasi yoki harakat tenglamasini ko'rib chiqamiz. Biz tekis harakat uchun harakat tenglamasini ko'rganmiz. Tekis harakat uchun nima edi? X teng x0 plus vt edi, to'g'rimi? Tekis harakat uchun. Endi men sizga so'rayman degan narsamni so'rayman. Bitta narsa so'rayman deganim. Harakat tenglamasining umumiy ko'rinishi qanday bo'ladi? Ana, esida qoldirganlarga rahmat. Harakat tenglamasining umumiy ko'rinishi x0 plus s bo'ladi. Buni keltirib ham chiqarganmiz, to'g'rimi? Nimaga shunaqa ekanligini? O'sha tekis harakatda. Xo'p, endi qarang. Umumiy ko'rinishidan foydalanaman. x0 plus s ekan. Endi s ni o'rniga qaysi birsini qo'yaman? Buni qaysi birsini? Deganda, mana shu biz uchun yo'l tenglamasi bo'ladi. Tushundingmi? Mana shu biz uchun yo'l tenglamasi bo'ladi. Va mana shuni qo'yaman. Demak, x teng x0 plus v0t plus at kvadrat taqsim 2. Bu yo'l tenglamasi. Endi tekis sekinlanuvchan harakatda mana bu yer minus bo'ladi, xolos. Tushundingmi? Bu yozib qo'ying. Tekis tezlanuvchan harakat uchun tekis sekinlanuvchanda x0 plus v0t minus at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Bu nima ekan? Tekis sekinlanuvchan harakat ekan. Xo'p, endi ana harakat tenglamasi ham, ya'ni koordinata tenglamasi ham ketdi deylik. Endi nima qoldi? Endi men sizga eng asosiy narsalarni bir eslatma qilib beraman. Va ana shu eslatma juda ham muhim eslatma. Xo'p. Mana bu yozadigan formulamiz borki, oniy tezlik uchun. V teng v0 plus at deb. Bu biz uchun tezlik tenglamasi bo'ladi. Tezlik tenglamasi. Tushundingmi? Tezlik tenglamasi, ya'ni tekis tezlanuvchan harakat. Mana bu harakat uchun. Faqatgina mana shu harakat uchun. Ya'ni tekis o'zgaruvchan harakat uchun. Endi minus bo'ladi, tekis sekinlanuvchanda uni o'zingiz bilasiz, to'g'rimi? Tezlik tenglamasi desam, mana shu narsalarni yozasiz mana, plus minus qilib qo'yamiz. Ya'ni tekis tezlanuvchanda plus, tekis sekinlanuvchanda minus. Yo'l tenglamasi qanday bo'ladi? Yo'l tenglamasi degani yo'l. S teng. Mana shuni biz yo'l tenglamasi sifatida tanlab olganmiz. Tushundingmi? Chunki bunda v0 ham, t ham, a ham bor. Ya'ni hammasidan qatnashgan. Bunda masalan vaqtga bog'liq emas bu tenglama. Mana bu tenglamadan ham vaqtga bog'liq emas. Ikkalasi bir narsa ekan. Bunda vaqtga bog'liq, lekin tezlanish yo'q. Tushundingmi? Hammasi bog'langan, ya'ni boshlang'ich tezlikka, vaqtga va tezlanishga bog'langan tenglama shu bo'lgani uchun biz buni yo'l tenglamasi qilib olamiz. Tushundingmi? Yo'l tenglamasi nima bo'ladi tekis o'zgaruvchan harakatda desa, mana shularni aytadigan bo'ling. Demak, bu v0t plus minus at kvadrat taqsim 2. Ya'ni tekis tezlanuvchanda undoq, tekis sekinlanuvchanda bundoq. Bilasiz, a? Demak, bu yo'l tenglamasi bo'ladi. Undan keyingisi koordinata tenglamasi. Ya'ni x teng mana shu bo'ladi, ya'ni plus minus. x0 plus bu ham minus bo'lishi mumkin, bu ham plus minus bo'lishi mumkin. Hozir tushuntiraman. v0t plus minus at kvadrat taqsim 2. Endi qarang. Tekis tezlanuvchan, tekis sekinlanuvchan ekanligini bu yerdan bilsangiz bo'ladi. Plus bo'lsa, demak tekis tezlanuvchan harakat, minus bo'lsa tekis sekinlanuvchan harakatligini tushunsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Endi buni plus minusi nimani bildiradi? Bu tezlikni oldiga qo'yilgan ishorani. Bu to'g'rimi? Ya'ni plus minus
tezlikni oldiga qo'yilgan. Tezlikni musbat yoki manfiy ekanligi nimani bildirardi? Qani eslang. Tezlik musbat bo'lsa nima, manfiy bo'lsa nima edi? Ha, ana. Demak, musbat bo'lsa biz tanlagan yo'nalish bo'yicha, ya'ni x o'qi bo'yicha harakatlanyapti. Tezlik manfiy bo'lsa x o'qiga qarama-qarshi yoki biz tanlagan yo'nalishga qarama-qarshi harakatlanyapti. Bu yoqqa harakatlanishini tanlab qo'yganmiz, lekin bu yoqqa harakatlanyapti. Ya'ni x o'qiga qarshi harakatlanyapti degani edi. To'g'rimi? Demak, bu koordinata tenglamasi yoki harakat tenglamasi bo'ladi. Yozib qo'ying. Buni cho'zib yozing, uzaytirib. Yana bu tt nima edi deb o'tirmang. O'zingizni daftaringizga cho'zib yozib oling, xo'pmi? Xo'p, endi yana bitta eng asosiy narsa qoldi. Shu bilan tamom bo'ladi, xudo xolasa. 5-deymanda, men sizga bittagina chiroyligina masala ko'rib beraman. Chiroylisidan. Xo'pmi? Mayli bitta bo'lmasa ikkita ko'ramiz hozir kayfiyatga qarab. Xo'p, mana misol uchun mana bunday masalalar keladi-da. Mana shu kitobda ham juda ham ko'p shunaqa masalalar. O'shani ko'ramiz. Xo'p, misol uchun mana bunday tenglama berildi. X teng -5t plus 6t kvadrat minus 25. Mana shunaqa tenglama turibdi-da mana. Ana shunaqa tenglama turgan bo'lsa, bu o'zi tenglama nimani bildiradi? Birinchi shu haqida gaplashamiz. Ana shu tenglama nimani bildiradi? Nimaga kerak? Xullas va hokazo. Bu tenglama sizni ixtiyoriy vaqtdagi koordinatangizni aniqlab beradi. Savolingizga javob. Tushunarlimi? Istalgan vaqtni mana bu yerga qo'yaman. Sizni koordinatangiz kelib chiqadi. O'sha koordinatada bo'lasiz siz. O'sha paytda. Tushunarlimi? Men sizni istalgan paytda topa olaman. Degani bu. Endi qanaqa qilib deyishlaringiz mumkin? Muammo emas u narsa. Xo'p, mana qarang. Endi bu tenglamaga qarab turib nimani bilib olsam bo'ladi? Bu tenglamada mana x0 ozod xat, to'g'rimi? T ga ham, t kvadratga ham ko'paymagan. T ga ham, t kvadratga ham ko'paymagan narsa mana bunda turibdi. Bu aralashib kelishi mumkin. Siz topa olishingiz kerak. Boshida turgani boshlanish koordinata bo'ladi degani emas. Bu aralashib kelishi ham mumkin. Tushunarlimi? Sizni ya'ni uxlatmoqchi bo'lishi mumkin-da. Mana qarang. -25 bu yerda ozod xat bo'lib turibdi. T ga ham, t kvadratga ham ko'paymagan. Tushunarlimi? Demak, bu degani x0 sizni boshlanish koordinatangiz -25-metrdan boshlangan. Ya'ni x o'qining -25-metrdan boshladingiz siz harakatni degani. Ana, bo'lmasam. Endi mana bu, mana shuni plus qo'yaylik, tinchgina. Xo'p, endi t ga ko'payib turgan xat nimani bildiradi? T ga ko'payib turgan xat sizning boshlang'ich tezligingizni bildiradi. Tushunarlimi? Mana t ga ko'payib turgan xat v0 sizni boshlang'ich tezligingiz 5 metr taqsim sekund. Siz mana musbat qilib qo'ydim. Ya'ni x o'qi bo'yicha harakatlanyapsiz. -25 koordinatada turibsiz. X o'qi bu yoqqa ketgan. Mana shu yerda 0-nuqta bo'lsa, -25 da siz turibsiz va x o'qi bo'yicha harakatlanishni boshlayapsiz. Boshlang'ich tezligingiz 5. Mana, uni ham shu tenglamani o'zidan aniqlab beryapti. Endi sizni tezlanishingizni topsam ham bo'ladi menda. Tezlanishingiz mana t kvadratga ko'payib turibdi. Tezlanishingizni yarmi ko'payib turibdi-da. Sizning tezlanishingizni yarmi t kvadratga ko'payib turibdi mana. A taqsim 2. Ko'rindimi sizga? Shu. Hop, mana o'chirib ham qo'yaman. Hop, ana. Voy, mayli. Xo'p, demak. T kvadratga ko'payib turgan mana bu 6, bu sizni tezlanishingizni yarmi hali, to'liq emas. Mana t kvadratga a ni yarmi ko'payib turibdi-da shunga. Demak, a ni yarmi 6 bo'lsa, a ni o'zi nima bo'ladi? 12 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakat qilib ketyapsiz ekan. Musbat bo'lgani uchun tekis tezlanuvchan deyapman. Manfiy bo'lganda aytardim tekis tezlanuvchan deb. Tezligim musbat bo'lgani uchun, boshlanish tezligingiz musbat bo'lgani uchun x o'qi bo'ylab harakatlandingiz deyapman. Mana bu manfiy bo'lganda x o'qiga qarama-qarshi harakatlanyapsiz der edim. Tushunarlimi? Endi qarang, bitta mana shu narsadan foydalanib, sizni tezlik tenglamangizni ham, yo'l tenglamangizni ham topsam bo'ladi. Mana qarang. Ya'ni tezligingizni o'zgarish tenglamasini topish uchun mana bunga qo'yaman mana. Ya'ni v teng v0 plus at edi, to'g'rimi? v0 nimaga teng?
v0 5. Ana. Tezlanish musbat bo'lib turibdi. Teksizlanuvchanligini bilib turibmiz. A 12 t mana. Boshlanish tezligingiz 5 mana. Tezlanishingiz 12 mana. Tushundingmi? A turibdi bu yerda. A kvadrat A taqsim 2 turgani yo'q. A ni o'zi. Shuning uchun 12 ni o'zini qo'ydim. Mana bu sizni tezlik tenglamangiz. Demak, bunaqa tenglama berilsa va sizdan tezlik tenglamasini topish so'ralsa, mana topishning yo'lini bilib oldingiz. Endi yo'l tenglamasini so'rasa nima qilasiz? Yo'l tenglamasini so'rasa ham muammo yo'q deysiz. Mana bunga qo'yasiz mana yo'l tenglamasi. V0 nimaga teng? V0 5. Demak 5t plus teksizlanuvchan bo'lgani uchun plusligidan foydalanaman. A ni 2 ga bo'lib yozishim kerak ekan. Ana. Demak 12, 12 ni 2 ga bo'lsam 6. 6 t kvadrat. Mana sizning tezlik tenglamangiz ham, yo'l tenglamangiz ham. Tushunarlimi? Ana shu 5-ni hisobidan yana bir dona ko'raman. Shu bilan tamom. Tushunarlimi? Boya aytdim-ku, kayfiyat yaxshi bo'lsa yana bitta ko'raveramiz dedim. Yana bitta ko'raveramiz. Shu bilan tugaydi, xudo xolasa. Hop, ana. Hop. Demak, endi sizga xuddi shu masalani boshqacha nusxasini beradi-da, boshqacha nusxasini. Hop, masalan, tezlik tenglamasini beradi. Tezlik tenglamasi deydi, keling deydi, mana og'ayni deydi, 8 minus 3 t kvadrat t deydi-da, mana 8 minus 3 t deydi. Misol uchun shunaqa deydi. Nima qilasiz? Va sizdan so'raydi, yoki yo'l tenglamasini tuzib ber deydi, yoki koordinata tenglamasini tuzib ber deydi. Ya'ni shunaqa yoziladi. Qarang, tenglama tuzilayotganda bitta narsani aytishga demak chiqdi. Demak, tenglama tuzilayotganda t ni o'rniga hech narsa qo'yilmaydi. Chunki vaqt uzluksiz o'zgarib turadigan narsa-da. Shuning uchun istalgan vaqtdagi tezligini topishim uchun menga t deb t ni o'rniga t ni o'zini qo'yib berishingiz kerak. Tushundingmi? Men istalgan paytda uning masofasini bilib olishim uchun t ga hech narsa qo'ymasligingiz kerak. Tushundingmi? Bo'ldi. Demak, mana bunaqa berilgan bo'lsa, bularni endi bemalol topa olasiz. Lekin shunda ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Endi unda aytib qo'yadi. Jismning boshlanish koordinatasi 10-metrdan boshlangan deb qarang deb aytib ham qo'yishim mumkin, qo'shimcha ma'lumot sifatida. Demak, bularni topishni endi bemalol bilasiz. S ni topish mana. Bu mana bundan oldin bilib olaylik mana. Boshlanish tezlik 8. Ana yozdim. V0 teng 8 metr taqsim sekund. A-chi A. T ga ko'payib turgan xat A bo'ladi. Demak, -3 ekan. O, mana tekislanuvchan harakat. Tushunarlimi? -3 metr taqsim sekund kvadrat. Demak, men S teng V0 t minus A t kvadrat taqsim 2 ga qo'yishim kerak. Va A ga olib kelib qo'yayotganimda modulini olib kelib qo'yaman deb aytdim, ha? Modul bilan gaplashamiz-da, bunaqa ishlar. Demak, V0 bor 8 t minus A ni 2 ga bo'lsam, ya'ni 3 ni 2 ga bo'laman 1,5. 1,5 t kvadrat. Tushunarlimi? Endi keyin x ni tenglamasi x teng x0 plus mana v0 ni oldi plus-ku, shuning uchun plus qilyapman. Mana bu plus minus turadi, to'g'rimi? Demak, plus v0 t minus a t kvadrat taqsim 2 ga qo'yaman. Chunki sekinlanuvchanligini bilib turibman mana manfiy. Va lekin boyagi gap. Yana takror aytaman-da. Chunki ko'p xato qilishadi. -3 ni olib kelib qo'ymaymiz. -3 ni modulini olib kelib qo'yamiz. Demak, x0 bizga berilgan 10 plus v0 t, v0imiz 8 t minus a ni 2 ga bo'lsam, ya'ni 3 ni 2 ga bo'lsam 1,5. 1,5 t kvadrat bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, mavzuyimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimizga like bosing, fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Xullas, salomat bo'ling.